Magazin qilish uchun ham yaxshi variant bir xonali 33 kvadratli kvartalda ichidan joyini ko'rsataman, qaranglar. 50 moykadan shuna kirib kelishinglardan chap tomoninglar bog'cha, o'ng tomonda mana. Mana shu ikkita oyna, e'tibor beringlar, eshik ham ochilgan, bemalol mana shu огород ham mana shu uyga tegishli. Endi uyi ichini kirib obzor qilib ko'rsataman. Bu asnovdan o'sha bitta xonani o'zini ko'rinishi. Bu yerda kuxnya bo'lgan, kuxnyani balkonga olib chiqishgan. Hozirgi holatini ham bitta ko'rsatdik. Bu hozirgi kuxnyani holati. Ko'chadan ko'rsatdim, ko'rdinglar. Bu xonasini ham ko'rdinglar. Bu yerda prixoshkasi, bu yerda vannasi, bu hojatxonasi. Bu uyimizda Chilonzor 18-kvartal, 10-dom, 2-xonadon bo'ladi. Shu holatda olib yashasanglar ham bo'ladi yoki o'zgartirib do'kon qilib savdo qilsanglar ham yaxshigina soqqa qilasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, $45,500 so'rayapmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqaverasizlar.